Sistemli kasallik deb hisoblanadi. Artrogripoz. Bu 1923-yili o'zimizni отечественный xirurgimiz Sakin degan yozib chiqqan. 23-yili Stern degan Amerika doktorimiz artrogripozni patologiyasini yozgan. Bu artrogripoz qanaqa belgilari? Birinchi bemorni ko'rganda mushaklari, bo'g'imlari rivojlanmagan bo'ladi. Juda ham qattiq kontraktura, to есть kontraktura degani bukilgan holatda tirsak bo'g'imi, tiza bo'g'imlari, oshiqlari maymoq oyoqqacha deformatsiya berib yuboradi. Deformatsiya degani qiyshirligi berib yuboradi. O'shuning uchun kelajakda bolalar turolmaydi, yurolmaydi, bosolmaydi, yaxshi bukilib yozilishga bo'g'imlar ishlamaydi. O'shuning uchun bu bemorlarda tug'ilgandan beri nazorat qilib, tug'ilgandan beri davolab, tug'ilgandan beri D-uchetga olib, tug'ilgandan beri ortopedik rejimga qo'yib davolanadi. Endi undan tashqari sal yoshlari katta bo'lib, turolmasa, yurolmasa, bosolmasa maxsus operatsiyalar o'tkaziladi. Bu operatsiyalarning nomlari, agar tizalari bukilsa, operatsiya Egers o'tkaziladi, tizalarni yozish uchun, tovonlarni tegish uchun, axil poyini cho'ziladi. Maxsus apparatlar qo'yiladi. Bu apparatlardan nimaga qo'yiladi? Birdan tuzatib bo'lmaydi, birdan chiqarib bo'lmaydi. Nimaga? Juda ham qattiq, juda ham fiksatsiya qilingan bo'g'imlar bo'ladi. Endi buni kelib chiqish sabablari juda ko'p. Endi onadan bog'liq bo'ladi, tabiatdan bog'liq bo'ladi, nasldan bog'liq bo'ladi. Etiopatogenezi hali nima deydi, mono sabab deb bu bemorga deb aytish qiyin. Tug'ilgan bolani diagnozini qo'yish, kasallik ko'riladi, rentgen qilinadi, UZI qilinadi, MRT qilinadi, MCTK qilinadi. Undan keyin diagnoz qo'yiladi, artrogripoz deb. Bu sistemli kasallikka kiradi.